Bizni Xudoyim o'zbek qilib yaratdimi? Bizning o'zimizning qiyofamiz bormi? Bizning o'zimizning tilimiz bormi? Shu tilni rivojlantirish uchun biz ulgura olmayapmiz. Yomon ishlayapmiz. Ana nimaga Toshkentdagi shaharda 53% maktab rus maktabiga aylanib boryapti? Buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Fojia aslida milliy fojia. Bu Navoiydan emas, Tolstoydan boshlagan bola dunyoni Pushkinning ko'zi bilan, Navoiyning ko'zi bilan ko'ra olmaydi. Hadisning ko'zi bilan ko'ra olmaydi, Qur'onning ko'zi bilan ko'ra olmaydi, dunyoni shunday qabul qiladi. Bizda demokratiya o'sha darajaga yetib ketdiki, tadbirkor xohlasa, bu nima deysiz, Al-Mashriq yoki Al-Jazira deb qo'yib qo'yaveradigan bo'ldik, biz indamaydigan bo'ldik. Axir buni hal qilish haqida o'ylamayapmiz. Biz hal qilayotganga o'xshab ko'rinish haqida o'ylayapmiz. Ana u o'zbek tili bayramiymiz. O'zbek tili bayram qilinadigan ish emas, u o'zbek tilini maqomini joyiga qo'yish kerak. Uni undan keyin bayram qilaylik biz. Biz hozir o'zbek tilini yaratishimiz kerak, uni himoya qilishimiz kerak. U halokat yoqasiga kelib qoldi. Ilmiy til yo'q. Ilmiy atamalar boshqacha qabul qilinadi. Buning hammasi agar bizda erk bo'lsa, shunga intilish bo'lsa, bu narsalar hal bo'ladigan narsalarda. Uzr, albatta, men hammaning ko'nglini olish mumkin emas, lekinligimiz. O'zimizning sohamiz bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan ishning 10dan birini ham qilmaganligimiz bor haqiqatda uni.